Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum. Bugungi videoda sizlarga bir Xbet platformasida qanday qilib to'g'ri va xatosiz ro'yxatdan o'tishni bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Avvalo, rasmiy sayt yoki mobil ilovaga kiring. Soxta sayt va klonlardan ehtiyot bo'ling. Har doim ishonchli havoladan foydalaning. Bosh sahifaga kirganingizdan so'ng ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Sizga bir nechta ro'yxatdan o'tish usullari taklif qilinadi. Telefon raqami orqali, email orqali yoki bir bosqichli tezkor ro'yxatdan o'tish. Eng qulay usul telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tish. Telefon raqamingizni kiriting va kuchli parol o'ylab toping. Parol kamida 8 ta belgidan iborat bo'lsin va harf hamda raqamlar aralash bo'lsa yanada yaxshi. Keyingi qadamda shaxsiy ma'lumotlaringizni to'ldirasiz. Ism, familiya va tug'ilgan sanani to'g'ri kiriting. Chunki keyinchalik pul yechishda ma'lumotlar mos bo'lishi kerak. Eng muhim qadamga e'tibor bering. Promo kod joyiga albatta bir Xbet Pro deb yozing. Aynan shu promo kod sizga ro'yxatdan o'tgandan so'ng maxsus bonus va qo'shimcha imkoniyatlar beradi. Agar promo kod kiritilmasa, bonus berilmasligi mumkin. Barcha ma'lumotlarni tekshirib chiqing va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Shundan so'ng telefoningizga tasdiqlash kodi keladi. Uni kiritib, hisobingizni aktivlashtiring. Tabriklayman! Endi sizning shaxsiy akkauntingiz tayyor. Hisobingizga pul kiritib, sport tikishlari yoki boshqa o'yinlarda ishtirok etishingiz mumkin. Yana bir maslahat, hisobingizni xavfsiz saqlang, parolingizni hech kimga bermang va 2 bosqichli himoyani yoqishni unutmang. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlashni unutmang. Omad tilayman!